Kestane varennisini birinchi marta ko'rishim. U kuni uyimizga bitta turk qarindoshimiz keluvdi, o'ziga choy qilgan, lekin qutisini yirtib tashlabdi-da. Uni ba'zi turklar ham bilmaydi. Hozir sizga bitta narsani o'rgataman. Sigaretlarda ham hamma shunaqa salafani bor narsada sariq chiziq bo'ladi. Mana sariq chiziq. O'shani boshlanish joyini topasiz. Endi birovlar oltida uyalib qolmaslik uchun aytibman. Boshlanish joyini topasiz. Tirnog'im olgan. Mana sariq chiziq tortyapman, ko'ryapsizmi? Salafanni ochish uchun. Ko'rdingizmi? Juda ham oson salafanni ochish. Bu reklama emas, foydali bilgi shunchaki. Shuni anaqa olib kelgan qaynonamning qarindoshi. Ochib ko'raychi. Qanaqa varenni birinchi marta ko'rishim bu. Kestaneni varennisini to'g'risi. Kestaneni bilasizku, Turkiyada, Istanbulda ko'proq anaqa qiladi. Duxovkada, ko'chalarda shakarlimikan? Yumshoq bo'lib ketgan. Yeb ko'raychi, rosa foydali, lekin buni varennisi foydali emas. U qovurib yong'oqqa o'xshagan bo'ladi. Katta-katta erim bilan yig'ishga bordik. Yeb ko'ray. Bismillahirrohmanirrohim. Yumshab qolgan ekan. Lekin yong'oqqa, katta yong'oq foydali. Shakar qo'shgani uchun foydali kam bo'ladi foydasi. Miyaga o'xshaydi. Endi bundan varenni qilib ko'ribdi. Men yemayman, erim yeydi. Bu foydali bilgini o'rganib oldingizlar, qizlar. Tanishlaringizga yuborib qo'ying. Kimnidir yonida masalan bitta pechoni ochsa ham o'shanaqa salafanni yirtib o'tirmangizlarda, shunday nozikkina boyagi sariq ipini bitta tortsangiz ochilib ketadi.